Shaharda BMW M3 lar juda ham ko'p, lekin sizlar bunaqasini har doim ham ko'rib qolavermaysizlar. Bugungi obzorimizda BMW M3 Competition. Buni eng qiziq joyi kapotini ostida emas, chunki bu stokovoy. Bunda o'zini 3 litrli twin turbo motori turibdi va bunda 530 ot kuchi bor. Mashinani kapotiga, oldi reshotkasiga, oldi gubalariga, jabralariga, yon krelolariga, parogiga, bokovoy kreshkalarga, orqa spoilerga, orqa difuzorga kovanli karbon elementlari did bilan ishlangan. Bunda 20 dyumli kovanli diskalar turibdi, plus poloslik Michelin shinalari bilan. Vixlipi mushtumdan katta. Bo'lmasam buni ovozini eshitib ko'ramiz. Buni eng qiziq joyi buni salonida. Ko'rib turganingizdek juda ham ko'p joyga kovanli karbon did bilan ishlangan. Rulini ku gapirmasa ham bo'ladi. Bu ham kovanli karbondan. Hattoki o'rindig'i orqasiga ham, yoniga ham kovanli karbon ishlatishgan. Mashinani yonidagi va orqasidagi yozuvlar nimani anglatadi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmanglar va bu mashinaga 0 dan 10 gacha baho berib ketish esingizdan chiqmasin. Aytgancha, bu mashinaning ko'rinishiga qaysi mashinaning ko'rinishi konkurent bo'la oladi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar.